Hurmatli deputatlar, kelishib olsak, reglament bo'yicha tanaffus e'lon qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Soat 3 da davom ettiramizmi yoki hozir tugatamizmi? 1, 2, 3 da 4 ta asosiy masalamiz qoldi. Nima deysizlar? Hukumat soati tushdan keyin soat 16 da bo'ladi. Hozir bitta yo'li bor. Hozir tanaffus qilmasdan tugatishimiz mumkin yoki bo'lmasa tanaffus qilib soat 3 da davom ettiramiz va undan keyin hukumat soati. Qani kimdan Sharofiddin Hakimov so'z sizga. Qaysi birini qilaylik? Qaysi birini? Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Menimcha hozir davom ettirib oxiriga yetkazsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyin yig'ilishga ham tayyorgarlik ko'rardik. Rozimisizlar? Kimda kim hozir yig'ilishni davom ettirishga rozi bo'lsa ovoz berishlarini so'rayman. O'n necha kishi qarshi? Bir kishi betaraf. 15 kishi ovoz bermabdi. Qaytadan ovozga qo'yamiz. Qani? 15 kishi ovoz bermagan. Yo, zaldan chiqib ketganmi? Marhamat, qaytadan ovozga qo'yiladi. Hamma e'tibor qilib machani bosinglar. Baribir qabul qilindi. Mana 22 kishi bo'ldi. Yo, tanaffus e'lon qilaylik. Tushunmadim. Davom etamizmi? Shirinov. Hurmatli spiker, men oldingi gal ovoz berganda ham yetarli ovoz to'planganda, ya'ni ko'pchilikka bo'ysunishimiz kerak, ko'rib chiqishni davom ettirishimiz kerak demoqchi edim. Rahmat. Yo'q, men qaytadan ovozga qo'yganim 15 kishi ovoz bermadi degan chiqdi. Shuni bu ovoz bermadi degani qarshi degani aslida. Tagini aylantirib kelsa. Shuning uchun qaytadan ovozga qo'ydirdik. Alisher keldi. Hurmatli spiker, men roziman ishni davom ettirishga, lekin bitta narsani hisobga olishimiz kerak. 22 ta odam hozir kayfiyat bilan ishlamaydi. Shuning uchun tanaffus e'lon qilsak, nima deysizlar? Ya'ni ko'pchilikning ovozini nima qilmaylik, chunki kelgusi qonunlarimiz ham nozik qonunlar, 22 kishi bunga albatta o'z munosabatini qanaqa bildirishni hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun ko'pchilikning fikrini e'tiborga olamiz, lekin tanaffus e'lon qilaylik. Soat 15 gacha tanaffus.